Reglan yengni modellashtirishni oson uslubda o'rganamiz. Men sotuvdagi asos andazalarimdan foydalandim. Siz o'zingizdagi asos andazadan foydalanib, reglan yengni modellashtirsangiz bo'ladi. Andazamizni millimetrovka qog'ozga kopirovka qilib olamiz va orqa old andazamizni kesib olamiz. Yeng andazamizni ham millimetrovka qog'ozga kopirovka qilib olamiz. Bu yengimizni old qismi, bu orqa qismi hisoblanadi. Yengimiz markazidan yengimiz uchiga to'g'ri chiziq tushirib olamiz. Yengimiz markazidan pastga qarab 6 sm nuqta belgilab olamiz. Yengimiz markazidan old tomonga 1 sm, orqa tomonga 1 sm nuqta belgilab, 6 sm bilan tutashtirib vichka ko'rinishida chizib olamiz. Bu chizib olgan vichkamizni olib tashlaymiz. Bu olib tashlagan 2 sm yengimizni sborka haqqi hisoblanadi. Birinchi bo'lib oldi qismini modellashtirib boshlaymiz. Oldi qo'ltiq o'yimdan tepaga qarab 7 sm belgilab, nuqta belgilab olamiz. Yengimizdan ham xuddi shunaqa pastidan tepaga 7 sm nuqta belgilab, nuqtalarni nuqtaga tutashtiramiz. Belgilab olgan 7 sm nuqtalarimiz bir-birisiga shunaqa ko'rinishda to'g'ri kelishi kerak. Yengimiz shunaqa ko'rinishda katta keldi. Bu teng kelishi ham mumkin, kattaroq kelishi ham mumkin. Birinchi bo'lib mana shuni to'g'rilab olishimiz kerak. Oldi qo'ltiq o'yintisini o'lchab, yarmisidan ko'krak markaziga vichka chizib olamiz. Bu chizib olgan vichkamizni yengimiz to'g'ri kelgunicha kesib ochamiz va ochganimiz tagiga qog'oz qo'yib yopishtirib olamiz. Oldi asos va yeng asosimiz bir-birisiga to'g'ri keldi. Endi bularni 7 sm nuqtalarni bir-birisiga to'g'ri birlashtirib, 7 sm dan tepa qismini yopishtirib mahkamlab olamiz. Oldi yoq ochiqligiga yelkadan 4 sm tushib nuqta belgilab, qo'ltiq o'yintisidan chiqqan 7 sm nuqtamiz bilan to'g'ri chiziq chizib birlashtirib olamiz va shu chizig'imizni kesib olamiz. Mana oldi reglanimiz tayyor bo'ldi. Oldi asosimizga va yengiga oldi deb yozib qo'yamiz, orqa bilan adashib ketmasligi uchun. Orqa reglanimizni ham xuddi oldidagi qilib modellashtirib olamiz. Bunda ham qo'ltiq o'yintisidan 7 sm tepaga nuqta belgilab, orqa asos bilan yengimizni birlashtirib, nuqtalarimizni yopishtirib olamiz. Orqa andazamizdan yeng qismidan shunaqa 0,5 sm chiqib qoldi. Orqa yoqa o'yintisiga ham 4 sm tushib nuqta belgilab, orqa qo'ltiq o'yimdan chiqqan 7 sm nuqta bilan birlashtirib kesib olamiz. Kesib olib tashlaymiz. Orqa reglanimiz ham tayyor bo'ldi. Andazamiz shunaqa ko'rinishga keldi. Endi orqa oldi yengimizni birlashtirib yopishtirib qo'yamiz. Yengimiz tekis chiqishi uchun. Andazalarimizni materialimizga shunaqa ko'rinishda joylab olamiz. Yonlariga 1,5 sm dan choy haqqi berdim. Men etagini shunaqa A formada bo'lishini xohladim. Siz o'zingizni xohishingizga qarab, ko'krak ostidan vichkalar tushirib, pryamoy fason, xohlagan fasoningizni qilib ishlasangiz bo'ladi. Materialimizni kesib olamiz. Birinchi bo'lib reglanimizni yengidan tikishni boshlaymiz. Yengimiz yelkalarini shunaqa ko'rinishda tikib olamiz. Yengimiz oldiga shunaqa nasichka berganman bichib olganimda, oldi orqa yeng adashib ketmasligi uchun oldimizni oldiga qo'yib, birlashtirib tikib olamiz shunaqa ko'rinishda. Endi orqa qismini ham xuddi oldidagi qilib birlashtirib tikib olamiz. Yenglarimizni oldi orqasini ulab bo'lganimizdan keyin yonlarini tekis qo'yib, chokimizga to'g'ri keltirib tikib olamiz. Mana reglan yengimiz tayyor bo'ldi. Sizga darslik foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslikda ko'rishguncha.